Avvalambor assalomu alaykum barchangizga. Bugun navbatdagi darsimiz oddiy kasrlar va ular ustida amallar. Umumiy holatda sizlar bilan bugun dars davomida kasrlar haqida gaplashamiz. Demak, kasrlarni ham siz oddiy bir son tarzda tushunishingizni xohlayman. Ya'ni kasr bu juda murakkab narsa emas, bu son, shunchaki son. Sonni bir turi. Misol uchun 1, 2, 3, 12, 24, 100, 1 million va hokazo ketaveradi, to'g'rimi? Bular son. Kasr ham o'sha sonni bitta turi hisoblanadi. O'shaning uchun sizdan maksimal xohlardim kasrni son deb bilishingizni. Ya'ni son, bu ham sonni bitta turi. Tushundingizmi? Xo'p, keling, kasrda o'zi nima? Kasrimizda umumiy holatda aytadigan bo'lsak, mana bu narsa, ya'ni bu chiziq kasr chizig'i hisoblanadi. Demak, kasr chizig'i, mana shu kasr chizig'i matematikada bo'lishni anglatadi. Ya'ni biror bir bo'linmay qolgan sonlarni biz kasr son ko'rinishida yozamiz. Misol uchun, 4ni 2 ga bo'lsak 2 chiqadi deb yozamiz-ku, to'g'rimi? Endi savol, 4ni 3 ga bo'lsak necha chiqadi yoki 4ni 3 ga bo'lsak necha chiqadi? Bularda esa 4 taqsim 3. Ya'ni 4 bo'lingan 3 degani bu 4 taqsim 3. Bu ham son. Tushundingizmi? 4 3 ga bo'linmagani uchun 4 taqsim 3 deb yoziladi. Demak, kasr sonda mana kasr chizig'i bilib oldingiz, mana shu kasr chizig'i. Kasr chizig'ini tepasi bizda surat deyiladi. Pastki qismi esa mahraj deyiladi. Mana mahraj. Tushundingiz? Tepa qismi surat, pastki qismi esa mahraj. Esingizdan chiqmasin. Surat, mahraj. Endi bizda kasrlarimiz turlari bor. Mana har bitta aytilgan ma'lumotni maksimal darajada eslab qoling. Demak, kasrlarimiz to'g'ri hamda noto'g'ri turlarga bo'linadi. To'g'ri kasr degani bu kichik taqsim katta. Ya'ni keling misol yozaman. Misol yozsam to'g'riroq tushunasiz. 3 taqsim 4, 1 taqsim 2 va hokazo. Bular hammasi to'g'ri kasr, chunki surat kichkina. Noto'g'ri kasr degani esa katta taqsim kichik. Ko'rdingizmi? Tepasi katta, pasti kichkina. Bular hammasi noto'g'ri kasr deyilar ekan. Tushunarlimi? Kasr bu son. Bo'ldi. Mana shu son ekanligini bilsangiz, son ekanligini tushunib yetgan vaqtingizda hisob kitoblarimizda ham bemalol ishlab keta olamiz. Faqat bir qancha qoidalar bor. U qoidalar bo'yicha bugungi darsda xudo xolasa qismlarga bo'lib har bittasini alohida tushuntirib berishga harakat qilaman. Sizdan faqatgina talab qilinadigan narsa bor diqqatingizni darsga qarating. Noldan o'rganayotgan bo'lsangiz yoki boshlagan bo'lsangiz bemalol ko'ring. Chunki bu noldan o'rganayotgan uchunlar ham yoki takrorlab olish uchunlar ham to'g'ri keladigan darslar hisoblanadi. Demak, biz boshladik. Xo'p. Demak, ishlayotgan kitobimiz IDC eslatib o'taman. Mavzumiz 6-mavzu oddiy kasrlar va ular ustida amallar. Demak, birinchi qismda 1 dan 15 gacha misollar ishlab chiqamiz. Ya'ni barchasida kasrlarni qisqartiring. Endi kasr qisqartirish degani nima degan? Kasrni qisqartirish degani surati va mahrajini bir xil songa bo'lishga aytiladi. Mana shu narsa bizda matematikada kasr qisqartirish. 12 ga bo'lsak 5, 24 2 ga bo'lsak 12. Mana javob 5 taqsim 12. Keyin aytgancha o'qilishi tepadan boshlab o'qisa taqsim so'zi qo'shiladi. Tushundingizmi? 5 taqsim 12. 10 taqsim 24. Agar pastdan boshlab o'qisa dan qo'shiladi. 12 dan 5. Endi tepadan boshlab o'qiyvering, maslahatim osonroq chiqadi. 5 taqsim 12. Ko'rdingizmi? Bo'ldi. Demak, birinchi misolga to'g'ri javob 5 taqsim 12 ekan. Eslatib o'taman, bir xil songa bo'lishingiz albatta shart. Mana misol uchun ikkinchi misol, ikkalasi 14 bilan 35. Demak, kasrchani chiza olaman. Ikkisi ham nechaga bo'linadi? Misol uchun 14 2 ga bo'linadi, lekin 35 2 ga bo'linmaydi. Demak, boshqa son topishimiz kerak. Ikkalasi ham 7 ga bo'linadi mana. 14 7 ga bo'lsak 2, 35 7 ga bo'lsak 5. Javob 2 taqsim 5. Ko'rdingizmi? Qiyin emas, faqat tushunishga harakat qiling, bo'ldi. Diqqat bilan darsga qarang. Surat va mahraja bir xil songa bo'lish kerak. Ikkalasi ham 7 ga bo'linadi. Bu ham 7 ga bo'linadi. Ko'ryapsizmi? Bitta songa bo'lyapman. Buni 3 ga yo buni boshqa songa bo'lganim yo'q. Kasr qisqartirishni qoidasi bir xil songa bo'lish kerak. 42 7 ga bo'lsa 6, 56 7 ga bo'lsa 8. Endi bu chiqqan javob yana bo'linadi nechaga? Ikkalasi ham 2 ga bo'linadi. Mana chiqqan javobda ham bo'lish mumkin. 6 ni 2 ga bo'lamiz 3,
8 2'ga bo'lamiz 4. Demak, javob 3-misolga 3/4 ekan. Ko'rdingiz? Qiyin emas, faqat ozgina diqqat bilan kuzating nima qilayotganimni va tushunib olasiz. 12/30 ikkalasi ham 6 ga bo'linadi. 12 ni 6 ga bo'lsa 2, 36 ga bo'lsa 5. Javob 2/5. 5-misol. Ikkalasi ham 2 ga bo'linadi. Mana kichkina sondan bo'lib boshlayveramiz. 64 2 ga bo'lsa 32 taqsim 768 ni 2 ga bo'lamiz. 7 dan ichida 3 tadan 784 adashmasam. Endi chiqqan javob yana 2 ga bo'linsa yana bo'laveramiz. Tushundingizmi? Yana 2 ga bo'lamiz. Ketdik. Xo'p, 2 ga bo'lsak 32 ni 2 ga bo'lsak necha? Albatta 16. Kasr chizig'i 384 2 ga bo'lsak bittadan 9 tadan 192. Mana chiqqan javobni yana 2 ga bo'lamiz. Bu qisqartirish davom etaveradi, qisqarmagancha. 192 2 ga bo'lsak 8 8 yozak. 8 192 16 2 ga bo'lsak 8 192 2 ga bo'lsak 96 mana. Yana ikkalasi nechaga bo'linadi? 2 ga. Ko'rdingizmi? Davom etib ketaveramiz. 4/48. Yana bo'linsa yana 2 ga bo'lamiz mana. Bir xil songa bo'lish kerak asosiysi. 2/24. Yana 2 ga bo'lamiz. 1/24 2 ga bo'lsa 12 mana. Demak, mana shu joyda to'xtatamiz. Ya'ni qisqartirish uchun suratda son qolmadi. Faqatgina 1 qoldi. 1 qolsa to'xtatamiz. Yoki bo'linmasa yuqoridagilar kabi 2/5 4-misolga o'xshab ikkalasi bir xil songa bo'linmay qolsa, unday holatlarda ham to'xtatar ekanmiz. Tushundingizmi? Qiyin emas. Faqat tushunib olishga ozgina harakat qilsangiz, xudo xolasa, sizda ham o'xshaydi. 6-misol, demak, ikkalasi ham nechaga bo'linadi? Endi faqat 2 ga emas, boshqa katta sonlarga bo'lsangiz ham bo'ladi. Ya'ni birdaniga, masalan, 48 ham 24 ga bo'linadi, 576 ham 24 ga bo'linadi. 48 24 ga bo'lsa 2, 576 24 ga bo'lsa 24. Yana ikkalasi 2 ga bo'linadi. Demak, 1/2. Uzr, 1/2 debman, 1/12. Ko'rdingizmi? Qiyin emas. Xo'p, 7-misol. Bu ham kasr qisqartiring. Ikkalasini ham e'tibor qiling. Birinchi 4 ga bo'laman. Mana. 96 ni 4 ga bo'laman, 24 chiqadi. Taqsim 144 ni 4 ga bo'laman, 36 chiqadi mana. Endi ikkalasini ham 12 ga bo'laman. Bir xil bo'lsa bo'ldi mana. Ikkalasi ham bo'linsa bo'ldi. 24 12 bo'lsa 2, 36 12 bo'lsa 3. Demak, mana bu kasr qisqartirsak, bizda 2/3 bo'lar ekan. Ko'rdingiz? Keyingisi. 8-misol. Demak, ikkalasini ham 12 ga bo'laman. Buni ham, ya'ni suratni ham, mahrajni ham. 48 ni 12 ga bo'laman 4. 360 ni 12 ga bo'laman 30. Endi ikkalasini ham yana 2 ga bo'laman. 4 2 ga bo'laman 2, 32 ga bo'laman 15 mana. Ko'rdingizmi? Katta sonlarga ham bo'lish mumkin. Mana, misol uchun bu ikkalasi 2 ga bo'laman. 248 2 ga bo'lsam 124. 930 2 ga bo'lsam 465. Xo'sh, endi o'ylaymiz. Bu sonlar bo'linar ekanmi? 124 2 ga bo'linadi, 465 afsuski 2 ga bo'linmaydi. Xo'p, demak, keyingisi. Yana nechaga bo'lsa bo'ladi? 31 ga bo'linadimi ikkalasi ham? Tekshirib ko'ramiz. 465 ni 31 ga. Demak, surat ham 31 ga, mahraj ham 31 ga bo'linadi. Ko'rdingizmi? Shunaqa to'xtab qolmaslik kerak. Ya'ni 2 ga bo'linmadi. Misol uchun 10 ga bo'linmadi, 15 ga bo'linmadi. Son izlayvering. Izlaverganingizda mana hozir 31 chiqib qoldi menda. Ya'ni 124 ni 31 ga bo'lsa 4 chiqar ekan. 465 ni 31 ga bo'lsa 15 chiqar ekan. Demak, 248/930 ni qisqartirsak 9/15 bo'lar ekan. Uzr, 9 debman, 4/15. Mana. Ko'rdingiz? Ishlasa bo'ladi. Keyingisi. 10-misol. Bu ham kasrni qisqartiring. Demak, kasrsiz davom etamiz. Ikkalasini ham birinchi 2 ga bo'laman. Teng. Demak, 222 ga bo'lsa 111. 370 ni 2 ga bo'lamiz. 370 ni 372 ga bo'lsak
185. Mana. Endi ikkalasi ham 37 ga bo'linadiga o'xshayapti. Misol uchun buni ham 37 ga bo'laman, buni ham 37 ga bo'laman. Demak, qarang. 185 ni 37 ga bo'lsam 5 chiqar ekan. 111 ni 37 ga bo'lsam 3 chiqar ekan. Ya'ni bu sonni qisqartirsak 3 taqsim 5 ga aylanar ekan. Ko'rdingizmi? Xo'p, birinchi kichkina son, keyin katta sonni topib ol deyapman. Xo'p, 11-misol ham qisqartirish. Ikkalasini ham birinchi 4 ga bo'lib yuborsam ham bo'ladi, 8 ga bo'lsam ham bo'lsa kerak hozir. 8 ga bo'linarmikan? Yo'q, afsuski 8 ga bo'linmas ekan. Ikkalasini ham 4 ga bo'lib olaman. Buni ham 4 ga, buni ham 4 ga. 108 4 ga bo'lsam 27. 432 ni 4 ga bo'lsam 108. Endi ikkalasini ham 27 ga bo'lsam bo'lsa kerak menimcha. Nima dedingiz? 108 27 ga bo'linarmikan? Albatta bo'linar ekan. 27 27 ga bo'lsa 1, 108 27 ga bo'lsa 4. Javob 1 taqsim 4. Ko'rdingizmi? Shu tarzda kasrni qisqartiramiz ekan. 12-misolga qarang mana. Ikkalasini ham, demak 294 ni ham, 210 ni ham 7 ga bo'laman. Buni ham 7 ga, buni ham 7 ga. 210 ni 7 ga bo'lsa 30, 297 ni 7 ga bo'lsa 42. Endi ikkalasini ham nechiga bo'lsak bo'ladi? Misol uchun son kelmasa, mana 6. Kichikroqqa bo'lsangiz ham bo'ladi. 2 ga son topa olmasangiz. 30 ni 6 ga bo'lsa 5, 42 ni 6 ga bo'lsa 7. Javob 5 taqsim 7. Ko'rdingizmi? Demak, keyingisi 192 taqsim 288. Demak, ikkalasi ham nechiga bo'lamiz? Ikkalasi ham 4 ga bo'laman boshida. 192 ni 4 ga bo'laman. 48 chiqadi. 288 4 ga bo'laman, 72 chiqadi. Endi ikkalasi ham e'tibor qilsangiz, yana nechiga bo'linadi? 4 ga bo'linadi yana. 48 4 ga bo'laman 12, 72 ni 4 ga bo'laman 18. Endi ikkalasi 6 ga bo'laman. Demak, 12 ni 6 ga bo'lsam 2, 18 ga 6 ga bo'lsam 3. Javob 2 taqsim 3 ekan. Mana. Ko'rdingizmi? Xo'p, 14-misol. 924 hamda 1001. Demak, ikkalasini ham 7 ga bo'lib ko'raman. Qisqartirishim kerak. 7 ga, buni ham 7 ga. 924 7 ga bo'linar ekan, 132 chiqar ekan. Xo'p, 1001chi? 143 chiqar ekan. 143. Endi ikkalasini ham 11 ga bo'laman. Demak, 143 ni 11 ga bo'lsam 13 taqsim 100 bunga 13 bo'lishi kerak edi, adashib ketdik. Tepada esa 132 ni 11 ga bo'lsam 12. Demak, javob 12 taqsim 13. Ko'rdingizmi? Mana shu narsa kasr qisqartirish. Unaqa qiyin narsa emas buni. 15, ya'ni ushbu qismning yakuniy misoli. Ikkalasini ham 10 ga bo'laman. Birinchi 10 ga bo'lsam 216 taqsim 252. Ikkalasini ham 2 ga bo'laman endi. 216 ni 2 ga bo'laman. 108 taqsim 252 ni 2 ga bo'laman. 126. Endi yana 2 ga bo'laman. Bo'linsa bo'laverasiz. 54 taqsim 126 ni 2 ga bo'laman. 63. Mana. Ikkalasi ham 9 ga bo'linadi endi. 54 9 ga bo'lsam 6, 69 ga bo'lsam 7. Mana ko'rdingizmi? 15-misolga. Demak, to'g'ri javob 6 taqsim 7. Ushbu qismda siz kasr haqida ma'lumotga ega bo'ldingiz va kasrni qisqartirish haqida ma'lumotga ega bo'ldingiz. Agar qaysidir joyiga tushunmagan bo'lsangiz, maslahatim darsni qaytadan ko'rib chiqishni, ya'ni birinchi qismda kasrni qisqartirishni qaytadan ko'rishni tavsiya qilaman. Demak, shu bilan birinchi qism o'z yakuniga yetdi. Endi esa ikkinchi qismga o'tamiz.